Assalamu alaykum Elki To'rining aziz ishtirokchilari. Elki To'ri ekran orqali sizlar bilan davomli yuz ko'rishib turayotganligimizdan to'liq xursandmiz. Biz bugungi suhbatimizga alohida bir mehmonni, ya'ni Xinjiang Pedagogika Universitetining professori, shoir, muarrifchi Abduqodir Jaloliddin taklif qildik. Undaq bo'lsa diqqatinglar davomli Elki ekranimiz bo'lsin. Natiq bo'lish uchun nutq so'zim degan gapni rasm degan vaqtda. O'zim xizmat hayotimdagi tunji qadamni, ya'ni shu o'quvchilikdan boshlab yani cemiyetden çıkıp aqliy nuqtadan ma'lum masalalarni kuzatib, kuzatgan vaqt fikr hasilatlarni, fikriy hasilatlarni o'zini o'qirmanlarga taqdim qilish, ularni o'ylantirish bu bir ziyolining mas'uliyati deb qaraymiz-da. Endi to'g'ri chiqish mening doim bir odatimda chiqib turman. Lekin to'g'ri hozircha o'zim yozmalarimni yo'llab boqmadim. Menimcha ishlarga so'zlaydigan maydon texim ko'p bo'lish kerak. Maydon ko'p bo'lsa, so'zlaydigan odamni texim ko'p yetishib chiqadi. Buni men bilmaydigan gapni ochiqman. Sahra adabiyoti degan uchun yayloq adabiyoti degan gap chiqib chiqishi mumkin. Undan keyin kan adabiyoti, harbiy ishlar adabiyotiga adabiyotlar bo'lishi mumkin bo'ladi-da. Xinjiang Pedagogika Universitetining professori, adabiyotshunos ustoz Abduqodir Jaloliddin 1964-yili Qashqarda tug'ilgan. 1982-yili 9-oydan 1986-yil 7-oygacha Qashqar Pedagogika institutida o'qigan. 1986-yil 7-oydan 1988-yil 9-oygacha Xinjiang tajriba o'tir maktabida o'qituvchi bo'lgan. 1988-yili 10-oydan 1990-yili 7-oygacha Xinjiang Ma'rif instituti ilmiy tadqiqot o'rnida ilmiy jurnal muharrirligini ustiga olgan. 1990-yili 8-oydan 2009-yili 11-oygacha Xinjiang Ma'rif institutida o'qituvchi bo'lib ishlagan. 2009-yili 11-oyda Xinjiang Pedagogika universitetiga yo'tkilib kelib, aspirant yetakchisi bo'lgan. U uzundan buyon ma'rif sohasida ishlash jarayonida nurg'un qatim avtonom rayonlik va mamlakatlik baholashlarda ko'plagan mukofotlarga erishgan. Adabiyotshunos ustoz Abduqodir Jaloliddin bir tarafdan ma'rif ishlari uchun o'zining tirishchanligini qo'shsa, yana bir tarafdan 2000-yili 10-oyda Abduqodir Jaloliddin maqolalar to'plami nomli maqolalar to'plamini, 2005-yili 3-oyda o'zini izlash bosug'isida nomli maqolalar to'plamini, 1995-yili Aql Farosat mevasi va shayton nomli maqolalar to'plamini, 1993-yili So'qiyotgan yurak nomli she'rlar to'plami, 2001-yili Bo'shliq nomli she'rlar to'plamini keng o'qirmanlarning huzuriga sunib, jamiyatda kuchli inkas qo'zg'agan. Ustoz Abduqodir Jaloliddinning ish izlari va uning yurak so'zlarini anglash qiziqsangiz, diqqatingiz ustoz Abduqodir Jaloliddin bilan Elki ekrani suhbat nomli ziyorat filmimizda bo'lsin. Assalomu alaykum Abduqodir muallim. Va alaykum assalom. Oldi bilan shu Elkidagi barliq to'rdoshlarga salomingizni yo'llatgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum. To'rda meni ko'rayotgan qadrdonlar. Albatta shu Elkining ziyorat orqali kam to'rdoshlarning bir uchrashish fursatini bo'lgani uchun sizlarga aytdi. Memnun his qildim. Sizdan so'rab baxsam, siz odatda Uyg'urcha to'rbatlarga chiqib turasiz. Endi to'g'ri chiqish mening doim bir odatimda chiqib turman. Lekin to'g'ri hozircha o'zim yozmalarimni yo'llab boqmadim. Chunki hozir sharoitda to'g'ri kirgan odamlar bizning to'rdoshlarlar ko'payib ketdi, deb yotdi. Ma'lum mandil bitgan vaqtida jurnal yoki kitobni ko'rgan odamlardan qaraganda bularning soni ko'p deyishgan bo'ladi. Andan keyin bu xil universalligi borda, buni surat, ovozdan tortib, hatto mazmun, yoziq, ko'p xil vositalar bilan birga ketgan bo'lg'achqa kishilarning diqqatini bir xil jalb qilish yo'li bor. Kishilarning qalbiga chuqur ta'sir ko'rsatadigan yo'li bor. Yana birisi to'g'ri kirgan vaqtida jamoatning qiziqish nuqtasi nima qiziqadi. Ularning qimmat qarashida qanday o'zgarishlar bo'ladi. Jamiyatdagi va turmushdagi konkret shay va hadislarga nisbatan qanday pozitsiya tutadi. Bularni doim kuzatib bilib turishga nisbatan ahamiyat bor deb qarayman. Men de shu Uyg'ur ideologiyasi sohasida belgili bir tirishchilik ko'rsatgan bir shaxs bo'lish bilan o'zimning o'qirmanlarimniki, hamda xalqimning, o'zimizning o'quvchilarimizning, jamoatningki qiziqishi nima, bular qanday narsani yaxshi ko'rdi, qanday narsani o'ch ko'rdi bilib turishim kerak-da. Shuning uchun to'g'ri murojaat qilmoqda.
Benim işlerim gibi, karındaşlarına ki onun kıymet karşına. Roya halatını olan, reallıqını küsüp duruşun diken oyunlar bastırıp kirvatıdı. Məlum cəhətdə mənim yeten yazıqçılığım və tədqiqatım nisbətən yandım məsələçilik rolunu oynadığı deb qarayman. Abduqadir müəllim, siz burun şeirlarni ko'proq yozatdingiz. Eng dastlabki bu şeir hayotingizni bizga eslab berasiz? Umuman elib aytgan vaqtda har qanday odam yosh vaqtida lirik shoir bo'ladi. Şu 18 yaş vaqtida naqsh aytmagan kim bor deb bir gapim bor. 18 yaş haqida kuylangan naqshlarni bizni ajaq. Əsəri yaşlıqның özü bir romantik devre. Şiir yazmağanlarım təbiatı şair oldular. Mən şiir yazdım, toplamlarını ilan qıldım, şiiriyat obzorçuluğu ilə şoğullandım, həm hazır bir şiir yazıvatım mənimdir. Həm də hazır bir otur yaşı kirib qaldıq. Yaşlıq devrimizdeki və otur yaşlıq məzgilimizdeki özümüzün şiiri tuyğu haqqındakı qarşımızda oxşaş olmaydı. Az bir kadar pişkan vaktimiz, yani şiiri dünyaya muamele kılış, özümüzün hayacanlarına, tuyguluğa muamele kılış mühim okşamaydı. Yani ben Ali Marif sahası işçiliği lazım, 20 netçi bulup gitti. Bir yerde tabi bizge talep demesi, nezeriye cihaz tədqiqat talep buyurdu. Bulunma Uyghur edebiyatı meselesi, Uyghur marif meselesi, medeniyet meselesi cihatki tədqiqatçılık bizim şu hizmet orumuzun ihtiyacı. Münverdi bolğan ikimiz göz aldığımızdaki okuyuşlarının ihtiyacını kanaatlendirir için biz bir kolumuzdan okutuşuna, bir kolumuzdan tədqiqatını çalışmamız gerekli. Şunun için ben tabi halde öz hizmet ordumunun ihtiyacıyla keyince nezeriye tədqiqatlarını köp şoğulunub kaldım. Yani bulup mu yakın mezgillerden beri bazı publistik makalalarını ilan kılgandan keyin bununla jurnallarının bahasını yaxşı oldu, okurmenlerinin bahasını yaxşı oldu. Anandan keyin bu cihaz taleplerinin çıkırak oldu. Şunun qaragan vaqtda bizning okurmenlerimiz endi aqliy jihatga fikr va diagnozlar bekrak ehtiyojli bo'lgan o'xshaydi deb qaradik. Jurnallar ko'proq bizga mana shu narsani zakaz qilib turib oldi. Bir ziyolining bir mas'uliyati bor. Endi o'zining she'riy tuyg'ularidan ichida mustaqil bo'lib ketmay, yana bir jamiyatdan chiqib aqliy nuqtadan ma'lum masalalarni kuzatgan vaqt fikr hasilatlarni, fikriy hasilatlarni o'zining okurmenlarga taqdim qilish, ularni o'ylantirish bu bir ziyolining mas'uliyati deb qaraymiz. Shuning uchun bu mas'uliyatni tabiiyat ustimizga oldik. Chunki ko'proq publistik maqolalarni ko'proq yozib, okurmenlar bilan mushkulotni ko'proq uchrashdan bo'ldik. Lekin o'zimning tanha vaqtlarimda, o'zimning rasmiy ishga dunyosiga qaytib kelgan vaqtimda mening she'riy talqinlar bilan fikr mas'ul bo'lgan, uning uchun rahatlangan vaqtlarim bor. Ya'ni shunday vaqtlarda qo'lim qalam olib she'r yozaman. O şeylerin defterlerden orunları onun belirli bir kısmını ancak matbuatlarda ilan kılınmıştı. Ben öğrettim üzerinden ben şiir toplamlarına yani tayarlamadım. Mümkün kadar Allah kancılık ömrünü bahş etse, şunçalik vaktim için şiiri tefekkürümün ağırlığım yok da karayım. Rahmet sizge Abduqadir müəllim. Ben sizden bir okurmanınız bu sübtüm bilen bunun keyinki icadiyet davamında ilmi maqalalarınız arqılıq dilimizni nurlandırıp, şiirleriniz arqılıq mənəviyyətimizni texnik beyitişiniz için dilimde ümit qılma. Rahmet sizge. Allah qalasa. Abduqadir müəllim, siz yakın qıyılardan bu yan nurgulğan jaylardan nutuq sözlep, köplegen dostlarınki yaxşı bazıqa erişdiniz. Sizni bir yaxshi natiq deb qarashga bo'ladi. Siz shu o'zingizga nutq so'zlash qobiliyatini qanday etil degan to'rtashlar so'zlab bergan bo'lsangiz. Mening nutqimni alg'anlar meni yaxshi ekan degan bo'lsa, rahmat ularga. Agar shu yaxshi degan gap samimiy yerdan chiqqan bo'lsa, bu nomni men qabul qilaman. Yani bir jihatda u yaxshi deyishni o'zi men qo'yilgandir. Umid bo'lishi mumkin-da. Endi men natiq bo'lish uchun nutq so'zim degan gapni aslida Ben özüm hizmet hayatımdaki tuncu kademini yani şu okutçuluktan ağırladı. Okuşup durup çıkandan keyin özümün hizmet hayatımı tecrübe ettiğim mektepte okutçulukla işlem başladım. Onda tabi aldı natırlık talep oldu. Yani o edebiyat okutçuluğu valla teşna olgan bütün maneviyatını şu söz arkalık verildiğinga, manilerini söz arkalık şekillendirdiğinga bize talep koyulduğun bir sahnede. Şunun için biz tabii ihtimal ders sözleşleri yanında özümüz bir nutuk ilk sorup yedilgen buluşumuz mümkün. Ki alim marif işledim. Alim marif'ta ben şundan bir vakti ben de edebi icadiyetlerle şoğullandım. Edebi icadiyet sahasında kol keldiğin az sonra netice
ve o'qitishsizlik shu o'rnin ko'proq meni kishilardan kelib birini so'zlab berishiga talab qilingan bir odam aylantirib qo'ygan bo'lishi mumkin. Shu so'zildim ehtimol men hozirgacha bo'liqda qanchalik kelganini sanab bakmadım. Belki mening Örüm şehri, Qaramay, Turpan, Korla, Atuş deymiz işte her qaysi vilayet, oblast, şehir ve bizim ailede yani Örüm şehriçiligi her qaysi o'tir başlangıç maktablarda, oliy maktablarda yani ki yazgıçılar cemiyeti ve Akmonoylik edebiyat sanatçılar birleşmesi uyushtirgan yazgıçılarni tarbiyalash qismida bir kursda söz eşki to'g'ri kelib qoldi endi. Siz so'zladim. Tabii so'zlagan sir ehtimol o'zimda bir so'zlaydigan odamga aylangan bo'lishi mumkin endi. Yani bir qaraganda shu xil so'zlatish endi jamiyatliklarning ehtiyoji bo'lsa kerak endi. Yani men jiq so'zlamaslikni o'zim to'g'ri deb qarayman. Jiq so'zlamay men yozsam bo'ladi deb o'ylayman endi. Hamma o'ylam bir gap bor, yozuvchi o'zining aytmoqchi bo'lganlarini yozish kerak deb qaraydi. Ben tegin özünü bir yazış noktasından bir yazsam, o bir yerde ilan kılınsa, keyinki evlatlarının maras bu kalsa texmin yaxşı deb o'ylayman. Ama devrimiz kişilerinin ki bizden naq meydanda sözleşimizge ihtiyacı bo'lgan ekan, bunu yaxshi dedik. Endi bu ommaviy yurishib ketishdan ki yaxshi tarafı bor. O'zimizning obraz orqali kishilarga bilim, ma'rifat taraqqiyoti uchurlarni vaqtida taraqqiyot yaxshi tarafı. Yani tabii bizning obrazimizdek ommaviy yurishib ketgan vaqtda özümüzden obrazının üstünden selmi ne taraflarını ekilişimiz mümkün, kısıksı bir paklaşıp gitişimiz mümkün derdi. Çünkü bu cık yerde sözleştim ki hatırımı var, yaş terpim de ibret erişine, kandak savak erişine, kandak bilim ve malumat erişine bilgen kişiler için kalakta, onlar için kalakta yaxşı bir fırsatını temin etkenliğinden beraber bulundu. Yama yeri özümüzün tolu amibaklaştırıp etken vaktimizde özümüzün hususi turmuş boşluğumuzu tarayıp getip hem iş kişilerinin ki nazaret asılı kayıp kaldığı bir taraflar ama hem de bizim cemiyetimiz çok natıklar gerek oldu. Bulupmamış koştul devrede natıklar teknik gerek oldu. Özünün ana dilini pakiz, süpet sözü yerleydiğen, eğitmek olan muddalarını halkımız değil, doğru yetküz bireleydiğen, muşkul söz ilgileri, ana dilinin fasahati ekanligini, ma'ni ekanligini, güzel ekanligini sıkıldıraydigan söz egalari navbatdagi jamiyatda ham ko'plab barliq kirish kerak deb qarayman. Shunga menimcha kishilarga so'zlaydigan maydon ham ko'p bo'lish kerak. Maydon ko'p bo'lsa so'zlaydigan odamlar ham ko'p yetishib chiqadi. Abduqodir muallim, yaqinda Uyg'ur adabiyotida shahar adabiyoti degan bir uqum paydo bo'lib qoldi. Mushu uqumning doirasi va bizdagi mushu shahar adabiyotiga munosabatli asarlar haqida ozroq so'zlab berasiz? Bunu men bilmaydigan gapni ochiqlantirib, masalan, qanday adabiyot shahar adabiyoti bo'ladi va bu shahar adabiyotni boshqa bir xil adabiyotlardan nima orqali farqlanish kerakligi to'g'risida haqiqatan ko'pchilik to'liq qanoatlanadigan javobni berishga men ojiz qilaman. Yani bunu manda tushunish kerakligi deb qarayman. Va shahar adabiyoti degan uqum ayrim bir janrning yo bir ayrim bir adabiy iqlimning ismi bo'lmasdan, balki asosan shahar turmushini bo'lib hozirgi zamon ma'nosidagi shaharlashishni o'zining asos temiz qilgan proza asarlari, she'r va boshqa janrdagi asarlarni ko'z tutgan bo'lishi mumkin deb qarayman. Bu Uyg'ur adabiyot dastlab qadamda O'rim shaharlik adabiyot sanatchilari birlashmasi bilan Qaramay shaharlik adabiyot sanatchilari birlashmasi birlashib ishbirlik. Ko'plab shahar temizda yozilgan asarlarni bir muhokama qilib beqish ehtiyoji bilan bir yig'in uyushtirib tasarruf. Bunu anadaki iki şehirninki teşkilat organlarındaki yaxshi mayallashtirishiga va qo'llashiga erishdi. Shuning uchun bu yig'in Qaramaydan ochildi, O'rim shahardan ochildi, bir qancha qatim ochildi. Shuningdek bu shahar adabiyotidagi huquq jamoatninki nazaridan o'rnagan bo'ldi. Agar bu shahar adabiyoti deganda mufassal ma'lum bir adabiyot, o'zi xos bir xarakter va alaylik va bir adabiyot deb qarash to'g'ri kelsa, o'char sahra adabiyoti degan gap chiqadi. Sahra edebiyatı degan çünkü yaylaq edebiyatı degan gap chiqib chiqishi mumkin. Onunki kan edebiyatı, harbiy ishlar edebiyatı degan edebiyotlar bo'lishi mumkin bo'ladi. Agar tema nuqtasidan parchash to'g'ri kelsa, ehtiyojdan temani qaratmalik qilib shu temani yoritgan adabiy asarlarni muhokama qilish asosan nishon qilgan, balki bir muhokama yig'inlari, obzor, maqolalar yoki munbarlarni ko'z tutgan vaqtda ashla atisi bo'ldi deb qarayman.
Ama bundan keyin zari şehir edebiyatı degan bir edebiyat şekillendi. Bundan keyin desa, men hozir javob berishga ojizlik qilaman ehtimalimda. O'zimning fikrim buni faqat tema jihatdan gavlantirish uchun qo'yilgan ism bo'lib o'ylayman. Abduqadir muallim, shu ismingizni anglagan ba'zi kishilar sizni yozuvchi Jaloliddin Behram bilan almashtirib qo'ygan. Balkim shunday gap so'zlarni siz anglagan bo'lishingiz mumkin. Siz bir adib bo'lib sifatingiz bilan shu Jaloliddin Behramning asarlariga qanday qaraysiz? Men ko'chirib ketayotgan vaqtda ba'zilar daftarlarni ko'tarib kelib imzo qo'yib birin deb tanlaydi. Asosan ko'pincha qizlar bilan. Ma'zurlar avvalo egalarek imzo qo'ymish. Shundan ko'pincha meni Jaloliddin Behram deb o'ylab qo'ygan. Amaliyat Jaloliddin Behram bilan meni almashtirib qo'yayotganlikning o'zi menimcha o'qirmanlik jihatdagi mas'uliyatsizlik to'g'risida paydo bo'lgan bir galvonlik ekan deb qarayman. Jaloliddin Behram mening farqimni xel bor. Mayli chiroy nuqtasidan, mayli yosh Qur'on jihatdan, mayli qilayotgan ishimiz nuqtasidan qilayotgan ishimizda zo'r farq bor. Jaloliddin Behram aka o'rmas sazovar akamiz desamiz. Yoshli cho'ng. Men yaxshi o'qirman, odamlarga kitoblarni ko'p yaxshi ko'raman. Endi bu odam ko'proq ambibab proza ijodiyat bilan ko'proq shug'ullanadi. Mening ko'proq ilmiy tadqiqot xarakterli she'riyat, maqola, ma'nolar ko'proq shug'ullanadi. Bu nuqtada aytganda ehtimol Jaloliddin Behram akaning o'qirmanlarining soni mening o'qirmanlarim sonidan ko'p bo'lishi mumkin. Jaloliddin Behram akaningki proza ijodiyati endi o'zi xos bir xoslikni yaratgan bo'lib, bir ambibab proza, ambibab romanchilik jihatda Jaloliddin Behram alohida bir sahifani ochdi deyamiz. Mening qarashimda bir adabiyotni, bir jamiyat nuqtasini kuzatgan vaqtimizda u adabiyotni da hamma narsa bo'lish kerak. Ambibab adabiy asarlar bo'lish kerak. Bolalar asarlari bo'lish kerak. Buni bir turkum aslidagi yuqori saviyalik odamlar ko'radigan ma'qul yuqori sifatli asarlar bo'lish kerak. Ilmiy qatlamga, yuqori badiiy saviyaga vakillik qilgan asarlar bo'lish kerak. Bu xuddi piramida o'xshash, uning kuchi, ilishga, to'ni, tom, bunday bo'lishi mumkin-da. Sog'lom bir adabiyot har qanday saviyadagi, har qanday estetik talabdagi bir odam o'zining ehtiyoji tushliq bo'lgan bir asarni topa oladigan bir adabiyot zemini bo'lgan bo'libdi. Bu chog'da adabiyot sog'lom bo'lgan bo'ladi. Shunga Jaloliddin Behram ambibab romanchilikni barpo qilish va zo'r turkum kitobxonlarimizni adabiy o'qirmanlikni ichiga solib ekirish jihatda o'zi xos bir xil tuhfa yaratgan bir shaxs deb qarayman. Nəhayət afsuski, menimki o'qirmanlar deydiganim Jaloliddin Behram akaga taalluq bo'lgan shon-sharafni o'ziga bersin, menga taalluq bo'lgan sharafni men o'zimga qaytarib bersa, nəhayət sog'lom bo'ladi deb qarayman. Mana shu aytganda matbuotni, ommaviy mediani demokratiya darajasiga ko'tarish jihatda to'rni o'ylagan roli ajoyib katta bo'ldi. To'g'ri, ma'lum aytganda nopozlik yozishlarning nopozini ambibaplashtiradi. Xolisa har qanday bir odam yozuvchi bo'la oladi. Ulug'liq oddiy kishilarga mansub degan bir prinsip to'g'ri nuqtasida ma'lum jihatdan amallashdi. To'g'ri vasita orqali o'qirmanlarim bilan bizlar diydorlashganim uchun o'zimni vaqt kes qilaman. Balkim to'rdoshlarning mendan kutilgan umidlarim bo'lishi mumkin. Shu Uyg'ur turbatlarining taraqqiyoti va siz his qilgan masalalar haqida o'zingizning o'ylaganlaringiz bormi? Bu haqda sizning qimmatli fikringizni anglab boqqan bo'lsak. Uyg'ur to'rchiligi ma'lum etgan mayli uning adabiyligi jihatdan mayli uning uchirchanligi va ilmiy jihatdan vaqtda o'zi xos bir xarakterini endi shakllantirishga boshladi deb qarayman. Albatta buning o'ziga xayr o'qirmanlari, zo'qmanlari, nazoratchilari endi bir paydo bo'ldi. Endi hozirgi mening ko'zishimcha bo'lgan vaqtida to'r paydo bo'ldi, to'rdoshlar paydo bo'ldi, lekin to'r axloqda shakllanmadimi deb qarayman. Bo'libmi, ba'zi masalalar haqida munozara qilgan vaqtda, ayrim shaxslar haqida fikr baholarni bergan vaqtida ba'zi to'rdoshlar yoshirin bir nimalar atalg'i bilan yoki taxallus bilan kirib ba'zi kishilarni ziddiydigan gaplarni qilib qo'yishi mumkin. Lekin to'g'ridagi bu mavhum bo'shliqdan foydalanib turib, xil-xil obraz, xil-xil nom ata, xil-xil qiyofatdan kirib chiqib, to'g'riga nisbatan o'xshamagan bir xillik fitna holatidagi ishlar yaqinlarni shakllantirib qo'yish ehtimoli bo'ldi. Bundagi mudda ehtimollar bo'lishi mumkin. Mening qarashimda bir xil to'g'rida yaxshi bir yeri bu to'g'ridan adamlarning kam bepoyon bir bo'shliqdan ta'minlanadi. Bu bir jurnal ya bu gazet deganlar maxsus kasbiy yozuvchi ya shoir, adiblar
yoki qalin ma'lum chiqqan adiblardan shakllangan narsa edi. Tor endi bunday shunday bir fursatda berdiki, har qanday bir havas-havaslar xalqqa vaqti bir kirib, o'zi asarda e'lon qilib qo'ysa bo'lavergan bo'ldi. Mana shu aytganda matbuotni, ommaviy mediani demokratiya darajasiga ko'tarish jihatda Torning o'ynagan roli ajoyib katta bo'ldi. Bu biz haqiqatan bizni mamnun qiladigan, suyundiradigan bir natija deymiz endi. Men mumkin qadar shuni xohlaymanki, jamiyatga har qanday bir qonuniy huquqiy ega bo'lgan fuqaro jamiyatga ma'lum masala haqida o'zining fikrini bayon qila oladigan bir sahna yaratilgan bir jamiyatni bir ilg'or jamiyat deb qarayman. Hammadan fikr qilayotgan, hammadan jamiyat o'zining ishini nazorat qilayotgan, uning xo'jayinlik qilayotgan bir jamiyat barpo bo'lish kerak ekan bu. Tor mana shu narsani ilgari suradi deb qaraymiz. Albatta bu yer bir shart endi. Qanday gapni dis qonunli qildi, qanday gapni qonunsiz bo'ladi. Alloh haqiqatki qonuniy savat va to'g'ri kirayotgan odamlarga tushunishga oydin bo'lgan bo'lish kerak bo'ladi bu yerda. Shunga to'g'ri kiradigan odam oldindan ma'lum belgilik bir qonuniy savat hazırlab kelish kerak endi. Shu shart halolgan avalasida xalqning fikrini qilish bo'laverdi. Albatta bu kishilarning izzati va g'ururiga daxl tarz yetkazmaslik shart asida. Fikrni ilgari surish, cho'nqurlikni ilgari surish jihatida qarorda har qanday fikrni bayon qilsak bo'ladi. Mana Tor bizning yoshlarimizni mana shu xil imkoniyatdan ta'min etish bo'libdi endi. Endi keyin ma'lum bir masalada biz ko'p nuqtadan ko'rish imkoniyatiga ega bo'ldik. Masalan, har qanday bir salohiyatli bir odam, ya bir oliy maktab o'quvchisi, ya ish tutib turgan bir yosh, ya bir hunarmand bir kasb yoki qandaydir bir odam bir masalani o'zining kasbiy nuqtasidan yoki o'stirayotgan jamiyatning ijtimoiy qatim nuqtasidan ko'rsatib baho berish mumkin-da. Chunki Torning yana bir yaxshi bir masalani har xil nuqtadan va har xil qatlam nuqtasidan ko'rsatishimizga nisbatan yaxshi bir fursat, yaxshi bir imkoniyat berdi deb qaraymiz. Demak, Torning aytayotgan narsalar fikr bayon qilish, individuallikni joriy qildirish, ommaning masalalar ko'ngil bilish nuqtasini bir markazlashtirish va uni kenglikka va ma'lum ko'lamga ega qilish jihatda Tor hozir kishilarning turmushda kam do'st bo'lmagan narsaga Alloh bir ayni bo'ldi-da. Endi mana shunday vaqtida endi shu Tor betlarini echayotgan xodimlarni mushkul mas'uliyatni qilish kerak bo'ldi. Masalan, endi xalqning bir odam ma'lum bir tushmagan asarni berib qo'yishi mumkin. Endi keyin o'zi ixtiyorsiz holda o'zi o'chiradigan ma'lum odamlarga hujum qilib qo'yishi mumkin. Yoki ehtimol bu xato bir fursatdan qaylinib turib, ma'lum bir fitna paydo qilib qo'yishi mumkin. Boshqalarning obrazini anchimish bulg'ab qo'yadigan gaplarni qilib qo'yishi mumkin. Bundan biz ajr erishimiz kerak bo'ladi. To'g'ri, ma'lum masalada shaxsiy fikrni o'tirib qo'yish bilan ma'lum nisbatan zaharxandlik qilishdan albatta zo'r farqi bor-da. Buni jamoatning bilaydi, bizni bilaymiz endi. Shunga hozir sharoitda endi to'g'ri ma'lum aytganda nopuzlik yozishlarning nopuzini ambipatlashtiradi. Xolisa har qanday bir odam yozuvchi bo'la oladi. Qalam ilishni xohlagan va mushtat mehnat qilishni ustiga ilishni xohlagan har qanday bir odam o'zining asarini e'lon qilsa bo'ladi, jamoatni yuz ko'rishsa bo'ladi. Qanday asarning qanchalik asar ekanligini jamoatni baholaydigan bir xil bir ahvol shakllanadi. Burungi adabiy obzorchilik sohasidagi do'stlar qilgan xohishni bu Tor shundan barbod qilib o'tdi deyish bo'ladi. Shunday bo'lgandan keyin ehtimol eng buyuk asarni biz o'ylab baxmagan bir avtordan chiqib kelishi mumkin. Intayin fasohat bir parcha she'r, kuchli bir parcha obzor, jamoatning diqqatini qattiq ram qila oladigan bir parcha fikr yoki bir bayonnoma ehtimol biz o'ylab baxmagan oddiy bir odamdan chiqishi mumkinligi bo'ladi. Shu ulug'liq oddiy kishilarga mansub degan bir prinsip Tor nuqtasida ma'lum jihatdan amallashdi deyish bo'ladi. Endi shu ko'lam Tor boshqaruvchilardagi bir xil boshqaruv jihatga bir ma'lum saviyani talab qildi. Yana birisi Tor boshqaruvchilar hamisha avomning istiqbolli fikriga tayinli qolmasdan, avomning fikrini yetaklaydigan maqolalarni to'lish kerak. Endi jamoatning ichidagi odam boyligi va fikr boyligini yaxshi qezib turib, Tordashlarningki fikrini oliy, yaxshi, to'g'ri bo'lgan bir tafakkur bilan betishi va ularni yetaklash iqtidori bo'lish kerak bo'ladi endi. Shuning uchun chet el tilidagi, xanzu tilidagi va boshqa bir qarindosh millatlarning tilidagi ma'lum jihatlarga chaqiriq kuchi bo'lgan, ilmiy qiymati bo'lgan biz asarlarni darhol vaqtida tarjima qilib biz to'g'ri tanishtirishimiz kerak. Shunga ba'zi mashhur maqolalarni g'ulg'ul qo'zg'agan, ilmiy jihat belgilik bir saviyaga vakillik qila olgan maqolalarni biz o'zimiz odam uyushtirib tarjima qilib to'g'ri qo'yib qo'ygan vaqtimizda bizning dash qazanimizga to'g'ramchilar ancha tushib tursa, bizning g'izoyimizni qara ta'min qilish mumkin-da. Agar bir jihatga qaraganda bunda o'zining adresini, o'zining kimligini ma'lum qilmay turib,
ıgva yani fikirlerini bayan qilib qo'yishim bo'ladi. Shuni biz hozir navbat nima duch kelyaptimizga vaqtda tor axloqi yoki bo'lmasa munozir axloqi degan bir masalaga duch kelyapmiz. Valanki bu axloq bizlarda xatolik yetirib bo'lmaganda turdi. Atqadim olim siz ko'pdan ko'p rahmat. Tordagi masalalar va Uyg'ur turbatlari haqida nayt atrofli so'zlab berdingiz. Oxirida sizning bizdan kutadigan umidingiz, qanday umidlaringiz va bu haqda yurak so'zingizni olib boqgan bo'lsak. Xalq ichida didor g'animat degan bir so'z bor. To'g'ri vas orqali bizim o'qirmanlarim bilan bizlar didorlashgan uchun o'zimni aytib vaqt kes qilaman. Umid intayin jiq. Buni hozirla aytib berishni aytas. Sekin asta qadam yanlarga umidlarni deyishimiz mumkin. Balkim to'rdashlarning menda kutilgan umidlarim bo'lishi mumkin. Ammo bizning ma'lum bir fikrni o'tirib qo'ygan vaqtida, ma'lum bir umidni o'tirib qo'ygan vaqtda bizningki maqsadimiz qanchaga oliyjanob bo'lsa, bizningki yetilgan nishonimiz, erishilgan mahsulotlarimizni taqdim barliq bo'lib qaraman. Andan keyin har qanday fikrda mening degan fikrim faqat o'zimning shaxsiy fikrimga vakillik qiladi. Balki bu ma'lum bir haqiqat, ma'lum bir chillik bo'lishi mumkin. Lekin shu haqiqatning o'zi bo'lishi notayin. Har qanday bir haqiqatmi şu anlıqca adamlarınki talqin qilishi, fikir mulohaza qilishi, o'zining fikir o'tganlardan o'tkazishi orqali qanday haqiqatligini namoyon qila oladi. Shuning uchun barliq to'rdashlarniki o'ylanib mulohaza qilib turib qabul qilishini va atrofimiz jamiyatga barliq masalalarga nisbatan bir mas'uliyatli bir odamlarga aylanishini, har bir bizning obrazini, har birimizning bir muhabbatini bir parish qilishda o'rtaq mas'uliyatni ustiga olishni umid qilaman. Rahmat, sizning shu qimmatli vaqtingizni chiqarib, bizning ziyoratimizni qabul qilganligingizga chin dilimizdan rahmat aytamiz. Sizlarga rahmat. Siz va bizning umidimiz al kuyi to'g'rida amalga oshsin. Alning yo'lida tashladik qadam. Al kuyi biz uchun bir illiq vatan. Al kuyi to'g'ri